Dilmurod aka, bugungi podkast mavzuyimizda hammani qiynayotgan o'sha grija mavzusiga yana to'xtalamiz. Grijani jarrohlik bilan davolasa, hozirgi kunda nech pulga tushadi? Rahmatullayev klinikasida bu xizmat nech pulga tushadi? Endi o'zimizni klinikani anaqasiga narx-navosiga kelsak, kasalni oldin holatini tekshiramiz, grijasi qayerdan chiqqan, MRTsini ko'ramiz и kundalik lecheniyamiz hech kimga sir emas 350 ming so'm. Ichida hamma narsasi bor. Shu ham prosedurani qilamiz. Kurs lecheniyamiz 3 kundan 7 kungacha kasallik holatiga qarab bo'ladigan narsa bu. Grija seriozniy bo'lsa, katta bo'lsa, endi eng kami 2 ta kurs lecheniya olish kerak bo'ladi. Orada 20 kuncha dam olinadi, yana kelinadi degan. Orasida nima mumkin emas, hammasi aytib o'tamiz kasalga, holatiga qarab. Misol uchun belli grija bor, bo'yin grijasi bor, grudnoy отдел grijasi bor. O'shanga qarab hammasini aytamiz. Kundalik shu 350 ming so'm, bu yo'qni o'zingiz hisoblashadi odamlar endi. Endi jarrohlik yo'lini aytsak, men aniq точно bilmayman, lekin taxminan bir 12 million 15 million atrofida bo'lsa kerak, taxminan. Agar adashayotgan bo'lsam uzr lekin. O'shanga bizning ishimiz operatsiyadan sal uzoqroq olib qochish. Endi operatsiya qiladigan momentlar bo'lib qolishi mumkin. Endi qisib qolsa, ekstrem bo'lsa, endi operatsiya qilinadi, u ham xirurg qanaqasiga qarab. Grijani kelib chiqish sabablari juda ham ko'p. Birinchi sabab og'ir ko'tarib qo'yish. Keyin odamlarning hozirgi paytda kam uxlash, stress, depressiyalarda noto'g'ri ovqatlanish shundan kelib chiqadi. Endi bular zanjir chuqur olib qarasa, nimaga undan chiqadi ovqatlanishdan deb odamlar savol beradi. Hozir mana kola ichishadi ko'p. Bular o'zimiz ham bir ichib turamiz, endi normal sarbat qilish bilamiz, конечно. Любой narsani ko'p iste'mol qilish, ko'p ish zarar. Ham foydali bo'lgan taqdirda ham. O'shanga kola ko'p ichish, gazli napitklar, pochkaga, o'sha organizmga kalsiy chiqarib tashlaydi, vitamin D pastligi, umumiy olib qaraganda immun sistema pasayib ketib qolsa, grij chiqib kelaveradi. Suyi mo'rtligi, vitamin D ham shunga anaqa ta'siri bor-da. Hammasi ushlab turadi, vitamin D. Vitamin D suyini plotnosligiga javob beradi, immunitetga javob beradi vitamin D. O'sha tushib ketsa, показатель tushib ketib qolgandan keyin grij kelib chiqaveradi. Hozir yosh tanlamayapti grija. Noto'g'ri harakat qilib qo'yish. Keyin stressdan bo'lsa, miya o'sha muskullarni ko'plarni o'chirib qo'yadi-da. За счет безопасности degan anaqasi bor, o'zining programmasi bor miyada. O'shandan keyin o'sha sustavlar, svязкалар ishlamay qolsa, bo'g'imlarga ozuqa kelmasa, bitta bo'g'im ishlab turadi-da, ikkinchisi o'sha ishlamaganni yukini olib turadi. Naguzka bo'lib qoladi. Keyin boshqa o'tib ketadi naguzkalar. O'tib ketgandan keyin bir yukini ko'targandan keyin naguzkadan kelib chiqadi bu narsa. Bu sirkulyatsiya bo'lmaydi xullas. O'sha kasal kelgandan keyin biz tekshiramiz. Kinezio test qilamiz, tekshiramiz, shunda ma'lum bo'ladi hammasi. Lekin grija ushlab qolgan bo'lsa, uje boshqacha действие qilish boshlanadi. Chunki uje yasni bilinib turibdi, qattiq sidalish ushlab qolgan, peshayib qolgan, uje ma'lum hammasi. O'shanga qarab действие qilamiz. Operatsiya degani qutulish degani emas, tutulish degani, ko'proq variant. Endi hamma uchun javob bermayman. Ko'p holatda shunaqa bo'ladi. Endi nima desa bo'ladi? Operatsiyadan keyin kesgandan keyin baribir reabilitatsiyasi bor-da. Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'p doktorlar aytadi, massaj olgan, fizioterapiya olgan, упражнение qilgan deb aytadi, lekin bizning xalqimiz dangasamiz ko'proq. Esdan chiqib qoladi, keyin esdan chiqmagan taqdirda ham oilaviy muhit to'g'ri kelmaydi. Ko'pchilik belda jalba kelishadi. L5, S1 diskida. Распространенный joy. Ko'p chiqadigan joy. Chunki hamma og'ir ushlab turadi pastda. O'sha yerda chiqadi, keyin ketish ham qiyin. Chunki odam yurganda baribir o'sha bel naguzkani ushlash kerak. Ketish qiyinroq ozgina o'sha yerda. Болевой sindrom deydi, ruschasiga tushuntira qoling. Болевой sindromga qarab ish qilamiz. Болевой sindrom kamaytirib, o'sha svязкасini ishlatib, bo'g'imlarni ishlatsak, o'shanda umumiy tanada naguzka kamaysa, o'sha grija chiqqan joyga naguzka kamayadi, keyin sekin o'zi so'rilishni boshlaydi o'zi avtomatik. Organizmda ham o'zini anaqasi bor. Davolash mexanizmi bor organizmning o'zida. Agar o'sha joy siqib qolgan bo'lsa, vitaminiz kelmasa, sirkulyatsiya bo'lmasa, organizm bu bilan kurasha olmaydi. Mana shunaqa holatda bo'lib turadi. O'shaning uchun bekorga aytilmaydi. Vaqtida uxlagan deyshadi, sog'lom ovqatlangan deyshadi, sport harakatlangan deyshadi, harakat qilgan deyshadi. Mana shu 3 ta narsa kasallikdan uzoqroq olib beradi odam. Bu bemorlarning asosan 80% grija bilan keladi. 80-90 desa ham bo'ladi. Ko'pchilik grija deydi, koksartroz,
tazavedeniy sustavda asibitskiy nekroz, osteoxondroz deyishadi, lekin demak kelsa kasal ko'payib ketgan bo'ladi. O'shaning uchun kasallarga aytaman, bir xil kelishadi. Faqat tiz ham oling deydi. Tushuntiraman keyin. Tizingiz og'risa faqat tizingiz aybdor bo'lmaydi. Tepani ham ko'rish kerak. Tushuntiraman, keyin nimaga deyishadi. Hammasini tushuntiraman, holatlarga qarab boshqa qilib. MRTni ko'rsataman. Yo'q, keyin shunaqa lecheniya qilamiz. Uje ancha yengillik bo'ladi sirazi. Bitta, ikkitada bo'lsa, sirazi yengillik bo'ladi sirazi. Operatsiyasiz tuzatsa bo'ladigan grijalarning razmerini endi har xil. Bir xilli 19 bilan ham kelganlar bo'ldi. Lekin uncha bilinmaydi. Bir xillaniki bor 4 mm grija bilan qattiq og'riydi, dahshat bezovta qiladi. Endi uni ana qilsak, anatomический узкий kanal degan narsa bor-da o'zi, odamda bo'ladi. Anatomический o'sha spinomoz kanali tor bo'ladi, узкий bo'ladi. O'sha hisobiga malejniy harakatga kichkina grija ham og'ir beriladi. Aytaman-ku, 10 mm grija bilan kelishdi, yurishi bo'lmaydi normal. Lekin harakatda ozgina anaqa bor, ограничение bor. Lecheniya qildik, yo yaxshi bo'lib ketdi. Tak. Bitta kurs lecheniya oldilar. Bitta kurs lecheniya olgandan keyin ancha yengillik bo'ldi. O'shani qilolmayotgan harakatlarimni qila olmadim-da. Zinadan chiqa olmasam, yaxshi tusha olmasam, tusha olmadim-da. Ancha bir bitta kurs lecheniya aytdilarki, katta grija edi, haqiqatan. Necha foiz yaxshi bo'ldi desam, taxminan bir 70% ancha effekt bo'ldi. 30% ozgina qoldi dedilar-da, tushuntirdilar. Keyin ikkinchi kurs lecheniya kelsangiz, xudo xolasa, o'sha davom ettiramiz deb aytdim. Hali ikkinchi kurs hali kelganlar yo'q. Bitta kurs olib bo'ldilar o'sha. O'shanga bunaqa kasallar ko'p juda ham. Boya aytib o'tganimdek, organizm har xil hammada. Kelishyapti, organizm becha charchab ketgan. Asab, stress, depressiya, tellashadi ko'p, endi vitaminda kam. Xullas har xil situatsiyada. O'sha bir xillar aytadiki, odamni kelyapti-da, qoni qo'shni so'rashyapti, oshna-g'anim deyishadi-da. Sen borgan, sen yaxshi bo'lsang, keyin men boraman deb aytadi-da. Men aytdim, gap so'z yo'q dedim, lekin siz dardingiz boshqa, ular dardlari boshqa bo'lishi mumkin. Tushuntiraman. Men aytolman deyapti-da ular ham, lekin u tushunmaydi deyapti. Shunday odamlar ham bor demoqchiman. Hamma odam bir xil emas. Hamma organizm bir xil emas. Bir xillarning organizmi baquvvat, yaxshi, immunitet zo'r qabul qiladi. Lecheniya qilamiz-ku, misol uchun shu lecheniya qilgandan keyin bir kun o'zi chotki chiqib ketganlar ham bo'ldi. Zo'r. Bir xillar bitta kursda zo'r chiqib ketganlar bor. Bitta kursda sekin. Misol uchun bitta kun birinchi kun keldi, 10%, 20%, 30% yaxshi bo'lib chiqib ketdi. Chunki hammani yashash tarzi har xil. Ikkita qo'ltiqlar hasada kelganlar. Ayol kishilar bor, xolalar borlar, kelishdi. Adashmasa, ularga polni operatsiya deyishgan, boshqa yo'li yo'q deyishgan ekan. Ichlari bo'yicha olmagan ukollar qolmagan, gormon ham olganlar, men har xil ukollar oldim, kapinsin ham oldim dedilar. Bo'lmadi deyaptilar. Keldilar, oilalar ishib ketgan. Chiqilib, amallab uspakoyich qilib, psixologik podlechka berib, xudo xolasa yaxshi bo'lasiz, lecheniya qildik. Bitta kursda уже ancha yaxshi bo'ldilar. Keyin ikkinchi kursda hassani tashattirdik amallab. Yurib chiqib ketdilar, endi yuriblar demayman. Hassani tashlab yura oldilar. O'zi birinchi kelganlarida hassani o'shab egilib turardi zo'rg'atdan. Hassasiz даже joylar tura olmasdilar-da. Mashinadan chiqib ketdi, zinadan tushib ko'cha chiqib anaqaga, darvozadan anaqaga chiqib o'tirdilar mashinaga. Endi u yoqqa nima qildilar bilmadim. Biz tushuntirdik. Ortish nagruska qilmang deb hammasini tushuntirdik kasalliklarga qarab. Yoki 3-kursi keldilar. Yaxshiman deyaptilar. Hassani hozircha 100% tashamang deb aytdim. Endi 100% tashamayman, chunki yoshlari katta, bu sekin regeneratsiya bo'ladi baribir bu narsa. Uyda yurib turing dedim. Hassasiz stabilizatsiya bo'lsin. Bo'm o'rgansin shu narsani o'zim. Endi ozgina eslar ham bor, chunki o'shanga bu ham baribir ta'sir qiladi. O'shanga ancha yaxshilar aytayotdilar, hassasiz ham yuryapman. Sal og'rib qolsa, hassa bilan sal ehtiyot qilib turman. Lekin upражнение berganmiz, upражнение qilib turibdilar, lekin xudoga shukr davolniylar-da. Aytayotdilarki, endi maqtanish emas bu, bormagan joy qolmadi. Bu real narsa. Real voqea. Endi sizlar kelgan payt kelmay qoldilar. To'g'ri kelmay qoldi. O'shanga shunaqalar bo'ldi, ko'p bunaqalar. Ularniki birinchi kursimizda 7 kun qildik. 6-7 kun lecheniya oldilar. Orada 20 kun dam oldilar. Yana keldilar. Uchinchisiga ham 20 kundan keyin keldi. 24 kun bo'lib ketdi. Keldilar xullas.
Yana oldilar xullas. Endi 3 ta kurs tugadi. Tugagandan keyin qachon keling deb aytdilar. Yaxshi bo'lsangiz 1 oydan keyin keling deb aytdim. Taxminan 1 oy dedim. Ko'ring, telefon bor dedim. Nima bo'lyapti, o'zgarish bo'layotgan, telefon qiling, anaqasi 1 oydan keyin yoki 2 oydan keyin kelasiz deb tushuntirdim. Bo'ldi. Ya'ni jarrohlik amaliyoti yozilgan bemorimiz 2-3 oyda yaxshi bo'lib ketdi. Muolajalar orqali, to'g'rimi? Jayindan u sportniy olimpiadaga chiqadigan bo'lganlar yo'q. Yurdilar, davolni. Oyoq ishmayapti, og'rimayapti oyoq. Hassani pashti tashladilar hisob. Oyog'i уже ishlamay atkaz qilib bo'lgandan keyin, atkaz qilish ozgina qolgandan keyin operatsiya bo'lganlar bor. Keldi operatsiya bo'lgan odamlar. Bitta ayol kishi keldilar, bitta yoshroq bola keldi. Именно o'sha operatsiya bo'lgan joyda muammo chiqdi. Biz test qilib tekshirganimizda shu shram deymiz, shram kesilgan joyda muammo chiqdi. Endi xirurg o'zi vazifasini bajargan, to'liq bajargan, gap so'z yo'q ishiga, lekin bu xirurg ishi emasda o'sha. Bu bizning ishimiz o'sha. Ochdi, operatsiyani ochdi, tozaladi, olib tashladi, yopib qo'ydi chiroyli qilib. Bo'ldi, vazifasini bajardi, 100% cho'tki bajardi. Yo'q bizning qo'limizda. Reabilitatsiya o'sha. Test qildik, tekshirdik, именно o'sha kesilgan joyda shunaqa narsa bo'ladiki, o'sha joy o'chib qoladi. Kesgandan keyin shunaqa narsalar bor, miya glubok soznaniyaga ichkariga yo'q degan signal keladi. Bu ishlamagandan keyin nagruzi sekin pastga tarqaydi. Tazabedaniyga tushadi, burshavidniy mышцаларga tushadi, tizzaga tushadi. Tag'in yosh organizm baquvvat ko'taryapti. Yosh katta odam bo'lganda уже og'riq kuchayib ketgan bo'ladi. Именно mana shu tarafim belim og'riydi. Tekshirsak haqiqatan shunaqa bo'lib chiqdi. Lecheniya qildik. Ancha yaxshi уже aktivatsiya qildik mышцаларni. Полный kinesiologik test qilib lecheniya qildik, yaxshi bo'lib ketdi. Ayol kishi ham keldi, yig'lab, botlab. Operatsiyadan keyin ular xuddi shu holat. Operatsiya normalniy o'tgan, operatsiyadan keyin tushgan MRTni olib keldilar, grija yo'q. Ko'rdik. Lekin o'sha operatsiyadan keyingi asoratida, bu ayol kishida ham ozgina emotsionalli anaqa bor ekan, vahmi bor ekan ozgina. Voy, orqam, shu belim kesildi, nima bo'ladi degan vahmi tushib qolganlar-da. Tushuntirdim. Keling, unaqa qilmang, hammasi yaxshi bo'ladi, yo'q, xullas. Tekshiruvlar shram chiqdi, lecheniya qildik, ancha yaxshi bo'lib ketdilar ular. Hammasini tushuntirdik. O'shanga shunaqa joylari ham bor-da. Keyin bitta opa kelganlar. Xullas bunaqa juda ham ko'p bo'lgan. U opada konstruksiya qo'yilgan belga. Suyuli yemirilib ketganda temir qo'yilgan. Konstruksiya deydi. Katta shram tushgan. Juda katta shram tushgan. 12-13 sm shram tushgan. Yurarlar, normal yurarlar, lekin aytayotganligi belim og'riydi, tepalik yaxshi og'riydi. Tushayotganda og'riydi belim. Yurganda ham sal bel ishlamagan shuna bo'lib turardi. Kirkayotganlarni ko'rdim, u bel ketib o'tsa haqiqatdan operatsiya. Keyin u holat opada ham shu bellariga xuddi shu anaqani qildim, taktikani tekshirsam baribir shu narsa kelib chiqdi. Qolgan joy hammasi yaxshi. Keyin yo'q, yaxshi bo'lib ketdim, xursandlar. Shu ular yildan beri lecheniya olganlar, endi anaqa bo'lmagan. Prosta bu yerda kinesiologiyada tonkus joylari bor-da, kinesiologiya ham plus taraflar shu biomexanika tekshiriladi. Har bitta joy, har bitta a'zoda roli katta odam tanasida. Agar sizlarda ham shunaqa grija muammosi bo'lsa, kechiktirmasdan, operatsiyaga taqamasdan markazimizga kelinglar va shifo topinglar.